Yo'q bola, hammaga salom. Biz bugun Plizanetida boshqalar sizlarga donat qilishi, qilolmasligi, chunki sizlarda Plizanetida shuncha UC berish, olish, boshqalar sizga donat qilolmaydi. Masalan shu, xolos shu, sizga boshqalar donat qilolmaydi. Men hozir sizga shu qanday shunaqa yashil narsa chiqarishni o'rgataman. 5 ta UC Roblox yoki 10 ta davay bolalar. Qaranglar bolalar. Birinchi mana more degan narsa bor. O'shani ustiga bosamiz. Keyin mana shu yerda bular bor, lekin biz faqat create ga kiramiz. Kirdik. Keyin sizda agar shu birinchi marta kirayotgan bo'lsangiz, akkaunt ochish kerak. Siz akkaunt ochishingiz kerak. Men akkaunt ochib bo'lganman. Davay bolalar. Like bosib, buni ham bosish esdan chiqmasin. Qaranglar bolalar, mana shunaqa narsa chiqadi. Bitta bosasizlar, kirasizlar. Mana shu eksportga kirasizlar. Menga eksport. Keyin mana yerda 3 ta tayoqcha bor. O'shani ustiga bosasizlar. Bosdik. Mana bolalar. Hozir bir minut. Mana sizlarda yo'q. To'xtanglar. Hozir men boshqa narsani bosib olibman. Ish qilib shunga kirasizlar. Mana yerda boyaga aytganim 3 ta tayoqcha bor. Bitta bosasizlar. Bo'ldi. Keyin mana shunaqa chiqadi. Ba'zilar mashina bosadi. Yo'q, bu xato. Bu mana Monetization oldida passes bor. Bosamiz shuni. Kiradi keyin. Bular sizlarda chiqmaydi, chunki men o'zim ochganim bu. Keyin shuna passes ochasizlar. Karta create a pass deb bosasizlar. Keyin chiqadi. Maytga любой bitta narsani yozasizlar. Men shuni yozdim. Keyin buni bosasizlar. Karta passni. Keyin mana maytda chiqib keladi. Qanaydi? Mana maytda chiqib keladi. Mana shuni bosasizlar bitta ustiga. Keyin maytga любой bitta raqam yozasizlar. Men masalan 150 ta yozaman. Keyin mana shuni bosasizlar. Keyin maytda yana 3 ta tayoqcha bor. O'shani bitta bosasizlar. Maytda sales chiqadi. O'shani bitta bosasizlar. Keyin agar qaranglar bolalar, maytga o'sha nomi nima edi? O'sha 150 ta hozir aytdim-ku. O'shani yozasizlar. Avval birinchi o'rinda mana shuni yoqib qo'yinglar. Proyekt yoqib qo'yinglar, bo'lmasam bo'lmaydi, u o'xshamaydi. O'sha 150 tani yoqamiz. Yozamiz. Keyin bosdik ana. Chiqdi. Endi bemalol uni qilaverasizlar. Agar video yoqqan bo'lsa, videoga like bosib, obuna qilmasdan chiqmasin. Hammaga xayr bolalar.